Assalomu alaykum barchaga. Mani ismim Abdukarim Sultonbek. Men plastik jarroh bo'laman. Hozirgi paytda Toshkent shahrida ishlab boryapman. Bu videoda ginekologiya haqida sizga informatsiya bermoqchiman. Nima u ginekologiya? Bu ko'krak kattalashishi erkaklarda. Bu ikki xil bo'lishi mumkin. Bu bez kattalashiga oqibatida ko'krak kattalashishi mumkin yoki semizlikdan yo'q qatlami kattalanishi oqibatida bo'lishi mumkin va aralash turishi mumkin. Ya'ni qandaydir foizda bu bez bo'ladi va ko'proq foizi bu yog' bo'ladi. Bitta ham holatda operatsiyani o'tkazish mumkin. Bez erkak tanasida hech qanaqa rol o'ynamaydi. U normada bo'ladi, lekin qanaqadir nojo'ya ta'sirdan u kattalashishi mumkin. Bu birinchi dorilardan, bu ko'pincha bodi bilderlarda steroid qabul qilgandan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu o'smirlik paytida 14-13 yoshga chiqadi, 17-18 yoshgacha ketishi kerak, lekin ketmasdan qolib ketadi va 40% bu besabab bo'ladi, ya'ni sababi topilmaydi. Gormonlarni tekshirsa normada bo'ladi. Paytlari gormon o'sishidan, ya'ni ayol gormon ko'tarilgandan bu bez o'sishi mumkin, lekin bu hammada ham emas. Agar bu bez oqibatida kattalashgan ko'krak bo'lsa, bu operatsiya qilinadi. Buni mahalliy narkoz ostida qilinadi. Agar bu yog' qatlami bo'lsa, uni ko'pincha umumiy narkoz bilan qilinadigan narsa. Kadrlarda mahalliy narkozda o'tkazilgan operatsiyani ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bezni tashlayapmiz. Kichkina kesilgan joydan 2-3 santimetr. Ko'rganingizdek, patsient qiynalmayapti. O'tkaziladi shu kuni klinikadan chiqib ketishligi uchun. Bu kadrlarda esa yog' qatlamini yo'qotish bo'yicha Vazer apparati yordamida o'tkazilayotgan operatsiyani ko'rishingiz mumkin. Bu apparat yog' qatlamini eritishga yordam beradi. Bu Amerikaning texnologiyasi. Bu apparatimiz O'zbekiston bo'yicha faqat bizda bor va bu apparat operatsiyadan keyin ko'karmasligini, operatsiya qilingan joy kamroq ko'karishiga olib keladi va operatsiya tezligini oshirib beradi. Ya'ni patsient narkozda kamroq vaqt davomida yotadi. Eng ko'p beriladigan savol: dori bilan ketqizsa bo'ladimi? 1 yildan oshgan bo'lsa, bu ya'ni bez oqibatida chiqqan ginekologiya bo'lsa, 1 yildan oshsa uni ketmaydi dori bilan. Tamoksifen degan dori bor, o'qib ko'rishingiz mumkin, lekin uni ta'siri isbotlanmagan. Shuning uchun isbotlangan ginekomastiyani davolash, tabletka bilan davolash yo'li yo'q hozircha. Keyingi masala: aytganimdagi, biz bo'lsa mahalliy narkoz, yog' bo'lsa umumiy narkozda qilsa bo'ladi. Yog'ni olish yog' qatlamini olish operatsiyasi liposaksiya deyiladi. Buni mexanik usuli bo'ladi, ya'ni yoki qanaqadir yog'ni eritadigan apparatlar yordamida bo'lishi ham mumkin. Ikkinchi varianti bu albatta umumiy narkozda qilinadigan operatsiya hisoblanadi. Mahalliy narkozda qilganda og'riq unaqa bilmaydi, sezilmaydi, lekin bir kishilar bo'ladi, judayam shifokorlardan, tibbiyotdan qo'rqadigan kishilar. Ularga man umumiy narkozda qildirishga tavsiya beraman. Operatsiyada hech qanaqa chandiq qolmaydi. Sosok tagidan kesiladi 2-3 santimetr. 2-3 oyning ichida o'rni umuman bilinmay ketadi, ya'ni kosmetik cho'qlar qo'yiladi. Operatsiyadan keyin 5 kun davomida tabletka dori ichib yurish kerak. Bu antibiotik profilaktika uchun va ustidan 2 hafta davomida korset, bandaj yoki elastik bint bilan bosib turadigan narsa taqib yurish kerak. Nimaga? Chunki terni tagidan narsani olib tashlagandan keyin ter qatlami uni pastroq qavatga yopishi kerak. Agarda bu qilinmasa, ter tagida qon yig'ilishi mumkin yoki suyuqlik yig'ilishi mumkin va bu keyinchalik infeksiya yig'ilishiga olib kelishi mumkin.
Ko'pchilikni erkaklarni murojaat qilish sababi bu futbolka kiyolmaslik, bunisidan uyaladi yoki basseyn, plyajlarga borolmaslikdan. Agarda sizda qanaqadir savollar bo'lsa, siz pastda qoldirilgan raqam bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. WhatsApp, Telegram, Instagram orqali javob berishimiz mumkin va biz har doim sizga bu muammo bo'yicha yordam berishga tayyormiz. E'tiboringiz uchun rahmat.